hajmi kichik bo'lmagan kitob. Bu kitobni olib maza qildim. Oxirgi xarid qilgan kitoblarimni sizlarga ko'rsataman. Yaqindagina Milliy Books kitob do'konidan xarid qildim. 6 ta kitob bilan chiqqan do'kondan. Ularning bittasi Risola-i Quddusiyya kitobi, Xo'ja Muhammad Parso qalamiga mansub. Bahovuddin Naqshbandni kalimalari, aytgan so'zlari Quddusiy kalimalar debdi. Kichikroq kitob ekan, lekin albatta tasavvufga oid bo'lganligi uchun ichi to'la hikmat bo'ladi, shubhasiz. Endi keyingisi Mavlonodan qalbga malham hikmatlar, tasavvufiy hikoyalar. Bu kitobni ham oldim. Avval ko'rib qo'ygan edim. Shu kunlarga nasib qilgan ekan olish. Keyingi kitob nomini o'zi meni olishga majbur qildi. Muallifi ham majbur qildi olishga degan bo'lardim. Abu Hamid G'azzoliy. Agar shu nom bilan boshqa men tanimagan yozuvchi kitobi bo'lganida balki olmagan bo'lardim, lekin Abu Hamid G'azzoliyning asari bo'lganligi uchun o'ylanib o'tirmasdan oldim. Kitob juda ham kichik hajmda, ko'ryapsizlar. Keyingi kitob Ozod Mo'minxo'ja qalamiga mansub Xo'ja Abdulxoliq G'ijduvoniy Valiylar Alloh taoloning yerdagi xos kishilari kitobi. Kitobni olsa maza qilib mutolaa qilamiz. Va undan keyingi kitob, buni sotib olib o'zim ham rosa maza qildim. Bu Maktubotdan maktublar va hikmatlar. Imom Rabboniy qalamiga mansub. Shubhasiz muallifi ham juda ham kuchli olim. Imom Rabboniyni hech yo'q ismini eshitgan odamlar tanimasa ham ismini bilishadi. Xudo xolisa maza qilib o'qiymiz. Hajmi kichik bo'lmagan kitob. Bu kitobni olib maza qildim. Keyingi kitob Xufiya zikr kitobi. Shayx Zuhriddin Qori Naqshbandiy Shahrixoniy qalamiga mansub. E'tibor bilan ko'rganlarga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.